Tayyor 3 xonali uyimizda Yevro remont mebel texnikalaridan sotuvga chiqdi. Yunusobod 13-kvartalda joylashgan 3 xonali 4-etaj, 9 etajli dom. Orientirimiz esa Ahmad Donish bozori. Megaplanet metro universal bozoriga 2 minutli yo'l. Hamma xonalarimizda alohida umumiy maydonimizda 72 kvadrat metr, liftimiz ham almashgan, yangi lift qo'yilgan. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz o'tgan mana stroyniy shkaflarimizda qilingan. To'g'rimizda birinchi sanuzelimizda boshlanadi. Mana hojatxonamizda sanuzellarimiz razinli qilingan. Ko'rturga hamma mebel texnikalar qoladi, uydan hech narsa chiqib ketmaydi. Bu esa mana oshxonamizda, kuxnigatorlarimizda qilingan, gaz, xolodilnik, hamma neobxodimiy narsalarimiz bor. Endi remontimizdan yengil demayman, bu yerda odam yashagan. Bu yerda stroyniy shkaflarimiz qilingan, bu yerda bitta detskiy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 220 ga 3,5 metr, yonida esa spalniy xonamiz joylashgan. Juda ham chiroyli qilib, stroyniy qilib spallarimiz qilingan. Bu xonamizning razmeri esa 270 ga 5 metr. Bu yerda esa mana hammomimiz joylashgan. Hammomimiz ham keng. Stiralkalarimiz ham qo'yilgan. Bu yerda esa zal xonamiz. Zalimizning razmeri balkonimiz bilan qo'shganda 6 metrga 5 metr. Bu yerda mehki mebellarimiz bor, flizerlarimiz, konditsioner, hamma narsalarimiz bor. Domimiz yo'l yuzida joylashgan. Ijaraga topshirsangiz ham indamay $600 atrofida ijaraga ketadi. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 91 ming startli narx deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.